Bo'loqo, chiq. Chiqdingmi? O'rtoq. Tuzumsan. Yaxshi, rahmat. Ketdingmi o'rtoq choyxonaga? Bor. Kiyimingni alishtirib chiq. Nimaga o'rtoq? O'tmeti ertaga ekanmi? Tinchlikmi? Sendan ozgina telxidi kelyapti, o'rtoq. Tushunmadim seni. Nimani tushunmaysan? Bor, kiyimingni alishtirib chiq deyapman. Ha, gapim yoqmadimi? Menga qiyshyapsan. Gapirmasang, gapirma. Tushunmi? Va, shunaqa jahl qilib tushib keturasanmi? To'xtab tur. Menga qara, o'rtoq. Hali boyi gapimga xafamisan menda? Ha, xafaman. Mendan xafa bo'lishdan oldin o'ylab ko'r. U gap o'zingga yetdimi yoki hammaning oldida gapirdimmi? To'g'ri tushunaman. Bunaqa vaziyat hammada bo'lishi mumkin. Balki uyingdan chiqib chiqayotgandirsa, balkim o'zing bilmagandirsa, balkim bu kasallikdir. Lekin men seni klubdagi bolalarning oldida gap so'z bo'lib uyalib qolishingni xohlamayman. Orqangdan qaysi birdir gapirib ustingdan kulsa, men chidolmayman-da o'rtoq. Seni tushundim o'rtoq. Men bekorga sendan xafa bo'lmayman. Haqiqiy do'st do'stini kamchiligini hammaning ichida emas, o'ziga yetadi. Haqiqat qanchalik achchiq bo'lsa ham, borini yuzingga gapiradi. Do'stim, meni bilasan, bu aybini, kamchiligini ko'rsam, achitib bo'lsa ham yuzingga gapiraman. Seni borincha yaxshi ko'raman do'stim. Mana shu videoni jaydari borligicha yaxshi ko'radigan o'rtoq jo'natib qo'ying. Jigar, boringga shukr. Har qanday holatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, bilasanmi? Men seni yoningdaman. Gapirsalar yo'l qo'ymasding, xatolarimni yuzimga ayta